Aniq bilaman, bunaqasini hali sizlarga hech kim tayyorlab bermagan. Sizlar shuni bir marta tayyorlab bersanglar, choyxonaga bormay uyga yugurib keladigan bo'lib qolishadi. Birinchi go'shtimizni marinovka qilamiz, o'tkir pichoqda yupqa pare qilib kesib olamiz. Bu jarayonda eng yaxshisi albatta ko'kmarani o'tkir pichoqlari. Endi idishga solib, ustidan tuxum sariqlari, kivi, soya, tuz, murch, kraxmal solib, yaxshilab ezib, ustini yopib 1-2 soat yopib qo'yamiz. Gazga teg yoldirmaydigan ko'kmaradan yangi olgan qozonimizga qo'yib, yog' solamiz. Piyoz solib qovurib, go'shtimizni solib, yaxshilab qovuramiz. Suv va paprika solib, pasalovda yarim soatga dimlab qo'yamiz. Bu orada bodring va pomidorni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Pishgan go'shtni solib, aralashtiramiz. Pomidor o'rtasidan chiqqanlardan sok tayyorlab, go'sht suvi va ukrop solib, non kabob uchun maxsus sos tayyorlab olamiz. Endi yugurib chiqib, issiqqina non tip suvlarga botirib yeb olamiz. Buni xolasizlar non kabob qilib, piyozlar bilan yeb olsanglar ham bo'ladi. Mazasini sizlarga yetkazib bera olmayotganimdan qattiq afsusdaman, lekin kelinglar, mehmon bo'lib ketasizlar.